Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ferma Uz obunachilari, YouTube chorva ishqozlari. Kelar-ko'ra mana videomiz 4-qismini qo'yapmiz. 4-qismi bu. Yo'qsa har doimgidek bittadan bunaqani bosib qo'yamiz, like. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kanalimizda mehmonlar like'lar bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Obunachilar Farg'ona viloyati Quvvat tumani Anor sovxozida o'zimiz fermamizdan video qilyapmiz. Mollarni zo'rlardan keldi. Yangi partiya. Mollarni ishonarli, qonlari toza, sog'lom, hamma tomonlama qayerga bo'lsa tushaveradi. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab bepul. Ikkita olgan odamga O'zbekiston bo'ylab bepul. Tojikiston, Qirg'izistonga ham dastavkalar bor. Muammosi yo'q. Kelishilgan holatda faqat. Obunachilar mana gibridni haqiqiy nomer 1 dan zo'ridan olaman deganlar bo'lsa, ish qog'oziga aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, screenshot qilib, mashmol nech pul deb yozsalang, biz narxlarni bir-bir ko'rsatib beraveramiz, aytib beraveramiz. Mashalloh deb qo'ylar obunachilar. Mashalloh deb qo'ylar. Bo'yi 1.40. Yo plus yo minus. Xudo xolasa minus chiqmasa kerak. 1.40 tepasida. Yuvosh. Mol so'zkalarini qaranglar, jonivor. Hech qayerdan muammosi yo'q mana. Bemalol o'tirib sog'inlaveradi, taqratkur. Haqiqiy gibridni zo'ri ishga ozi bo'lsa aloqaga chiqsin. Ammo narxi arzon emas. Narxi arzon emas molni. Molni sifatiga pul so'raymiz. Qonlari toza, tuyoqlari hamma tomonlama molni bittanda joyda defekti yo'q mol. Obunachilar mana ikkinchi molimiz. Bitta nomer qo'yib o'tib ketaveramiz. Nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bu birinchi mol. Mana obunachilar. So'zkalarni qarang. Oq so'zka. Oq so'zka. Bu o'zimizni shetda tug'ilgan variantidan. Chiq, mana. Rossiyskiy desam yolg'on bo'lmasin, bu o'zimiz shetda tug'ilgan variantidan. Shetda tug'ilgan bu mol. Bo'g'oz, xudo xolasa, bir 2 oy, 2,5 oy atrofida tug'adi. 6,5 oyga olaverasizlar. Buni ham. 6,5 oy atrofida tug'adi. Bu 42, 43 plus chiqadi bu mol. Nomerlarimiz ikkinchi mol bu. Aytganda nomer qo'yib o'tib ketamiz mana. Shakli variantidan bu. Hajjoningdan sani. Hajjonivor. Mana ikkinchi mol. Uchinchi molimiz. Obunachilar bu mol yapalaq. Buni xudo xolasa tug'ish oyi 1 oy, 1,5 oy, uzog'i 1,5 oyda tug'adi xudo xolasa. Mollar itlarga ham rahmat berib o'tib ketamiz obunachilar. Havas qilganlar, meni uyimda ham tez kunda shuna molni 50 ta 100 ta bo'lsin deganlar. Mana qani bosib qo'yamiz. Havas qilganlar bo'lsa. Mana mol so'zkalarni qarang. Oq so'zka, oq tutam. Hajjoningdan. Mol yapalaq mol. Nargiga o'xshab katta emas, ulardan 1-2 sm kichkina-yu, lekin yo'g'on. Ularga qaraganda yo'g'onroq. Mana bu molimiz 3-nomer qo'yib o'tib ketamiz. 3-nomer qo'yib o'tib ketamiz. Bu ham mashina sherigi, mashina moldi. Yapalaq. 1 oy, 1,5 oy atrofida tug'adi, xudo xolasa. 3-molimiz. 4-molimizni ko'rsatyapmiz obunachilar. 4-molimiz. Mana. Jonivor, mana. Mollar nima qilyapsan demaydi. Esli. U nimasi yo'q. Bittanda joyda, mana. Obunachilar, ko'ringlar. Hajjoningdan. Bu rossiyskiy. Rossiyskiy obunachilar. 4-nomerda mol. 4-nomer. Mabodo olmoqchi bo'lsalaring, mana 4-nomerda mol deb nimalarni tashaverasizlar. Screenshot qilib, 4-nomer qilib tashaverasizlar. Narxlarni aytib beramiz. Bu ham xudo xolasa 1,5 oy atrofida tug'adi. Mollar sifatlarni, korpuslarni qaranglar. Kichkina hazilaka mollar emas bular. Obunachilar, o'zlaringizdan ko'rib bilib turibsizlar. Mollar shu darajaga yetkazayotgan. Ishchi akalarimiz videoni naryoqda turibdi akalarimiz. O ishlar qilishyapti. Ashlar uchun bitta like bosib qo'yamiz. Tozaligiga qaranglar, jonivorlar. Shuncha toza bo'lishga ashakalarimiz sababchi bo'lyapti. Mollar bitamda defekt yo'q, nuqson yo'q mana. Yeb-ichishini ko'rsatib berilaveradi mana. Mollar yeyishini qaranglar, jonivorlar. Mana obunachilar. Ko'ringlar. Srochniy aloqa ko'rasizlar, oladi qollar. Molda boshi bor, oxiri yo'q.
5-nomerda molimizni ko'rsatyapmiz. 145 pul bo'lsa kerak. 145 ga olaverasizlar. 40 olsalaring ham nimasi yo'q. 2 sm minusga ketaveradi bizda. Mana. Mollar turishini qaranglar, jonivorlar. Mana. Bir joyga fermer akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqib qo'yinglar. Bir joyda olaman deganlar arzonroq qilib beriladi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul agar. Hammasini olaman desa. Ikkita olaman desa ham O'zbekiston bo'ylab bepul. Kelishtirib beriladi. Mol birinchi qoringa. Yosh, ko'chat mollar. O gibrid aytmayapmiz. Gibrid Alloh alam 3-qoringa bo'lsa kerak. O'zlari kelib tishini ochib ko'rib olaverasizlar. Bular birinchi qoringa Rossiya davlatidan keltirilgan привозной mollar. Mana. Привозной. Bu 5-molimiz. Joning nasani. Mana obunachilar. Mol qiroli. Mol qiroli. Joning nasani. Mashalloh deb o'yla, mashalloh deb obunachilar. Mol xudo xolasa yetuk. Oz qoldi tug'ishiga. Mol o'zi korpusini qarang. Ha jonivor, turishlarni qaranglar buni. Nima deyapti bu turishlaringdan sani? Bu 3-qoringa xudo xolasa taylari ham so'skalar tutamlari oq tutam. Tojikistonlik akalarimiz ko'rib turgan bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Siroshney aloqaga chiqsalar mollar kelishtirib beriladi. Dastavkasi bor. Muammo yo'q dastavkadan. Qirg'iziston bo'ylab ham bor. Muammo yo'q dastavka. 3-qoringa. Molni bo'yi 1.38, 1.40 chiqaradi. Yapalaq mol. 3-qoringa tug'adi, yapalaq mol. Obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bittadan like bossalar biz xursand bo'lib o'tib ketamiz. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Mobodaki menga bunaqa mol kerak deb yozsalaring, kommentariyada kutib qolamiz. Gaplarimizda kamchilik bo'lsa, kommentariya yozaveringlar. Xafa bo'lish yo'q. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.